Turkiya Superligasi nimaning evaziga top futbolchilarni o'ziga jalb etmoqda? Hozir men sizlarga top 3 sabablarni aytib o'taman. Birinchi sabab Turkiya klublarining Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasi singari yirik turnirlarda ishtirok etishi. Ya'ni hali hamon futbolchida Yevropa maydonlarida o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat mavjud. Ikkinchi sabab turk jamoalarining sadoqatli va jo'shqin muxlislari. Turk muxlislarining qanchalik jonkuyar ekanliklarini Liverpool jamoasi juda ham yaxshi biladi. Aynan o'sha muxlislarning muhabbati sabab Viktor Osimhen singari katta futbolchi Saudiya pullaridan quvmayapti. Uchinchi sabab Turkiyaning Yevropaga juda ham yaqin bo'lgan havosi va tabiati. Ya'ni har qanday futbolchi o'zini hali hamon Yevropadagi his qilishi va o'zi uchun yetarli bo'lgan komfortda bemalol yaratib olishi mumkin. Buning ustiga Turkiyaning go'zal tabiati har qanday insonga albatta ma'qul keladi. Xo'sh, Turkiya Xitoy singari navbatdagi yulduzlar qabristoniga aylanadimi? Menimcha yo'q. Sababi Xitoy futboli sun'iy ravishda kiritilgan ulkan mablag'lar evaziga tashkil etilgan va mintaqa nuqtai nazaridan yakkalanib qolgan loyiha edi. Turkiyada esa o'yinchilar hali hamon qaynoq futbol markazida bo'ladi. Turkiya Superligasi top 5 chempionatlar qatoriga qo'shila oladimi? Ularda bu uchun deyarli barcha narsa mavjud. Muxlislar, to'g'ri struktura, faqatgina pullarni to'g'ri yo'nalishga sarflagan holatda bolalar futboliga katta urg'u beradigan bo'lsa, albatta ushbu jarayonga ular ham yetib kelishi mumkin. Yakuniy xulosam shunday: Turkiya navbatdagi Xitoy emas, lekin top 5 chempionatlar qatoriga qo'shilish uchun ularning oldida juda uzun yo'l kutib turibdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.